أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem cemaat-ı Müslüman birodarlar, Allah Taala barchalarimizni yillarning ulug' kuni bo'lgan va oylarning eng afzal oylaridan bo'lgan va kunlarning sayyidi bo'lgan avvalambor Eid Qurbon Hayit namozini Alloh barchamizga muborakbod aylagan bo'lsin va kunlarning ulug' bo'lgan Juma ayyom kunlarini Alloh barchamizga muborakbod aylagan bo'lsin. Kechagi Arafa kunidagi qilingan barcha duolar, istaklar, hojilarimizni qilgan duolari shular qatorida biz sizlarni ham qilgan duolarimizni Alloh taolo Odam alayhissalomga shu Arafat tog'ida turishlik farz, Odam alayhissalomning duosi shekli ijobat bo'lgan. Shuning uchun hajlarimizni Arafat tog'ida turishligi farz amallardan bittasi va duolar ijobat bo'ladigan soatlardan, kunlardan bittasi. Alloh taolo kechagi Arafa kunidagi avvalo hojlarimizni shular qatorida biz sizlarni qilgan duolarimizni Alloh ijobat aylagan bo'lsin. Va kechagi tutgan nafl ro'zalarimizni, qilgan har bir xayrli amallarimizni, tutgan ro'zalarimiz hadisga muvofiq bu yilgi va kelasi yilgi bilib bilmasdan qilgan gunohlarimizga kafforat ro'zalardan bo'lishligini Alloh taolo barchamizga o'zi nasib qilgan bo'lsin. Alloh taolo shu Arafa kunidagi duolarni hadisga muvofiq ijobat aylab, inshaalloh yanagi yil mana shunday bir Arafa kunlariga va Eid Qurbon Hayit namozlariga Alloh barchamizni yetkazsin va har bir ko'tarilgan qadamlaringiz evaziga Alloh qiyomat kunida darajalarimizni bundan hamda ziyoda aylasin va har bir qadam bosib kelgan o'rinlarimiz qiyomat kunida guvohlik berishligini Alloh o'zi nasib qilsin. Har bir sajda qilgan o'rinimiz ham biz sizlarga guvoh bo'lishligini Allohim o'zi nasib aylasin. Qilayotgan qurbonliklarimizni Alloh qabul aylab, qiyomat kunida biz sizlarga bir markab bo'lishligini Alloh o'zi nasib qilsin. Azizlar, bugun kim bomdod namozini o'qigan bo'lmasa o'qib olsin. Hali quyosh chiqqanida vaqt bor. Kim bomdod namozini o'qimagan bo'lsa, o'zi o'qib olsin tanho. Keyin azizlar, safni to'ldiring. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida sahobalar birinchi safga o'tishga qarash qilar edi. Shuning uchun Rasululloh odil bo'lsin deb Qur'on tashardi. Kimga birinchi safga o'tishlik nasib qilsa, shu odam birinchi safga o'tib o'tardi. İnşallah safni to'ldirib o'tiring. Siz ertachi kelgansiz, inshaalloh ertachilar borib bomdod namozini jamoatni o'qing, 22 ta savobga ega bo'ling va bir inshaalloh bugun qurbonlik yanada shunday bo'lsa ham ikkinchi daraja savob birinchi safdan o'tiring, bir tuyani ihson qilganda savobini oling, ikkinchi safga o'tirib bir jonni qo'yibsiz ihson qilgan savobga ega bo'laylik kelganmiz. Shuning uchun ana shu savobga ega bo'laman desangiz, safni oldinlatib o'tiring, yaqinroq o'tiring, to'ldirib o'tiring. Shu ajr mukofotdan inshaalloh benasib qolib ketmaydi. Avvalo uzr. Shuning uchun kun issiq ichkarimizdan tashqariga joy bo'lindi. Saf to'ldirib o'tirsangiz, boshqa odamlar ham bizda mo'min musulmon zo'rlardan keladi, ularga ham joy bo'lishi kerak. Bugun Hayit kunida barcha mo'min musulmonlarni savobidan bahramand bo'lishlik umidi bor. Alloh hammani ana shu niyatiga erishishligini so'rab qolamiz. Azizlar, bugun
O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo markazi Idi Qurbon hayit tezisi Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin degan tezis kelgan. Alloh taolo haqiqatdan ham avvalo barcha idora, qo'mita, barcha musulmonlar nomidan barcha rahbarlarimiz, yurtboshimiz tomonidan barcha viloyat rahbarlari, tuman rahbarlari nomidan sizlarga bugungi Idi Qurbon hayit namozini chin dildan, chin yurakdan muborakbod etib qabul qilishligingizni Allohdan so'rab qolaman. Alloh barchamizga bu Idi Qurbon hayitini muborakbod aylagan bo'lsin. Muhtaram jamoat, mana bugun islom olamidagi ulug' bayramlardan biri Idi Uzho, ya'ni Qurbon hayiti kuni bilan dunyo musulmonlari bu kunni katta tantana bilan o'tkazmoqda. Bu kunda Alloh yo'lida qurbonliklar qilinmoqda. Ibrohim alayhissalom tushlariga kirib o'z farzandlarini Ismoil alayhissalom o'g'illarini qurbonlik qilishlik olib chiqishligida Alloh taolo ana shu kundagi berilayotgan savob vojib bo'lgan bir amallarni biz sizga bugun yetkazganiga Allohga hamd sano bo'lsin. Va Ismoil alayhissalom davridagi bir qulni ozod qilganning savobiga Alloh barchalarimizni yetkazsin. Alloh taolo qurbonlik uchun katta kuchlar ato qildi. Bugungi kunda ham musulmonlar Alloh taoloning bergan ne'matlariga shukrona istab qurbonlik qiladilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday bayon qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Fasalli li robbika wanhar. Bas Robbingiz uchun namozni o'qing. Inshaalloh hayit namozini o'qiymiz va qurbonlik qiling. Ushbu oyat karimada ulamolarimiz qurbonlikning vojib ekanligiga dalolat qiladi deya tafsir qilganlar. Shunga ko'ra Qurbon hayiti kunlari Alloh taolo sizlarni eng yaxshi ish qodir bo'lganlaringiz qurbonlik qilganliklaringiz. Qodir bo'lgan odam qurbonlik qiladigan bo'lsa, inshaalloh eng yaxshi amallardan bittasi bo'ladi. Zakotga qodir bo'lgan odamga qurbonlik qilishlik vojib deyilyapti. Alhamdulillah, zakotga qodir bo'lgan odam agar qurbonlik qilmaydigan bo'lsa, qattiq gunohkor bo'ladi. Lekin zakotga qodir bo'lmay turib qurbonlik qiladigan bo'lsak, katta ajr mukofotga ega bo'lgan bo'lamiz. Shu savol juda ham men hali zakotga qodir bo'lganim yo'q, men qurbonlik qilmasam bo'lar ekan degan so'zlar ayrim mo'min musulmonlarda ichida yuribdi. Yo'q. Agarda sizning uyingizdagi ko'rpachangiz, gilamingiz va saqlab qo'ygan mulkingiz, do'koningizdagi turgan narsa, uyingizdagi mol-hol, mana shularda hammasi hisoblasa, bu zakotdan o'tib ketadi. Shu qurbonlikka mana shu narsalar ham hisob qilinadi. Qurbonlikka arziydigan hech qanday aybi, nuqsoni yo'q narsa so'yilishi kerak. Hech qanday aybi, nuqsoni yo'q narsa. Bu nima? Tuya, qoramol, qo'y va echki so'yish mumkin. Nuqsoni hech qanday nuqsoni bo'lmasin deyapmiz azizlar. Juda ko'pchilik bizdan so'rashyapti. Odoqlarga o'sha yerda illati bor ekan, bunday ekan, lekin ko'zi ko'rar ekan, oyog'i semiz ekan, lekin boshqa joyda bir nuqsoni bor ekan, shuni so'ysak bo'ladimi degan gaplar bilan, savollar bilan murojaat qilyapti. Mana bu yerda keldi, hech qanday nuqsoni yo'q. Tuya, qoramol yo qo'y so'ying deyapti. Siz bir yangi mashina oladigan bo'lsak, u yangi mashinaga olgan paytimizda kitobchasiga yozib qo'yadi. 91-92 benzin qo'ying deb. Qo'ying deydi. Nima uchun 85 benzin qo'ymaymiz? 91-92 yaxshi benzindan qo'yamiz, mashinaga biron bir
kulfat bo'lmasin, motorga bir ziyon bermasin deb. Siz erta qiyomat kunida Sirat ko'prigiga o'tishlik uchun qilgan qurbonligimiz bizga markab bo'lishi uchun uni nuqsonsizini so'yaylik. İnşallah biron bir kamchilik bo'lmasin. Jumladan kelma. Ben ichkarida joy bor azizlar. Iltimos sizlardan yana shu qaytarib Ramazon to'xtatib saf to'ldiring deb aytmaylik. Alhamdulillah bugun bayram kuni biror kunni qoldirish niyatimiz yo'q. Shuning uchun saf to'ldirib o'tiring, iltimos. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem mübarek hadislerinde shunday marhamat qildilar. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Azzimu dhahayakum fa innaha alas-sirati matayakum. Sunan İmam Tirmizi ve boshqalar. Ya'ni qurbonliklaringizni kattaroq qilinglar. Chunki ular Sirat ko'prigida sizlarga ulov bo'ladi deb Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ta'kidlar hadisdan keldi. Bu mening gapim emas, Rasulullohning so'zlari. Qurbonliklaringizni kattaroq qiling. Ilojimiz bormi? Ilojimiz bor. Kattaroq qiladigan bo'lsak, ertaga minganimizda bizni oyog'imiz nega tegib qolmaydi. Inshaalloh bizni tez jannatga qarab o'tkazib ketadi. Yillari o'chmagan holatda tezroq o'tkazib ketadi. Alloh shuni qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar. Inna ahabbal a'mali ila Allohi ba'dal fara'id ila khalis sururi ala muslimi. Sallallahu imam tariqi. Farz amallardan keyin Allohga eng mahbub amal musulmonlarning qalbiga xursandchilik kirgizishdir. Farz amallardan keyin nima amal qilishimiz kerak desa, musulmonlarning qalbiga xursandchilik kirgizishlik. Xursandchilik nima? Barcha ko'rgan mu'min musulmon soliha nevaralarimizni, qizlarimizmi, yetimlarmi, yesirlarmi, ularning qalbiga xursandchilik kirgizib. O'zi hayit bayram nima bu? Bayram xursandchilik, gunoh qudratni ketkazishlik, insonlar bilan bo'lgan mehr muhabbatni birga qilishlik, bir-birimizga muhabbatimizni ziyoda qilishligimiz. Bugun kunda mana tarbiyalarda aytib keldik. Va namoz vaqtlaridan keyin kechadan boshlab bomdoddan boshlab tarbiyalar aytildi. Xudo xolasa 3-hayit kunining asr namozigacha mana shu tarbiyalarda namozdan keyin, farz namozdan keyin aytishligimiz bir vojib bo'lgan amal. Va hayotlik paytimizda ham mana shu tarbiyalarni aytadigan bo'lsak, inshaalloh qiyomat kunida Janob Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qaysiki ummatlarimdan Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar, lillahi alhamd degan bo'lsa, yoki ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu degan bo'lsa, va ashhadu an la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan bo'lsa, mana shu aytgan hamdlari, talbiyalari hayotlik paytidagi 7 qavat yer, 7 qavat osmondagi og'irlikni bir taroziga qo'yib, va mana shu aytgan takbir tashrihni bir taroziga qo'yadigan bo'lsa, aytgan takbir tashrig'i 7 qavat osmon, 7 qavat yerning og'irligidan og'ir keladi. Bu amalning savobidir. Inshaalloh bugun biz mana shunday bir amallarni qilaylik. Qiyomat kunida u savobni ko'rib, nima amalim uchun desa, men qayta tashrih etdim. İnsanların ko'nglini ko'tardim, yaxshilik qildim, mehr muhabbatni qildim deb biz aytmasak da farishtalar guvoh berishligini Allohdan so'raymiz. Mehr muruvvat kimlarga va qanday kimsalar haqida Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Azizlar, gaplashinglar. Eshitaylik.
Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. سورة البقرة 215 oyat. Qarang, Alloh nima deb buyuryapti? Sizlardan Allah aytyapti, Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizlardan qay bir inson ihson qilishni so'rasalar, Rasulullohdan so'raganda, ya Rasululloh, men kimga ihson qilay deb so'ragan sahobalar. Shunda Alloh buyuryapti Baqara surasida, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sahobalar sizdan kimga ihson qilay deb savol qilib so'rasalar, ayting siz nimaniki xayr ihson qilsangiz, u kattami, kichikmi, xayr ihsonda biz faqatgina bir narsani ihson deb bilmaydik. Yaxshi so'z ham bir inson ihson. Bu odam bu ihsonga katta kichigi bo'lmaydi. Kattaroq qiladigan bo'lsa, ajrini mukofoti kattaroq bo'ladi. Iloji aytgan bo'lsa, Rasululloh aytganlaridek yarimta xurmo bilan bo'lsa ham ihson qiladigan bo'lsa, uni ham ajr oladi. Uni ham qilolmasa, nima bilan bo'lsa, bir so'z bilan, yaxshi so'z bilan bir insonni qalbini bitiradigan bo'lsa, u ham bir ihson. Biz o'ylamaylik, birovga bir narsa olib bersam, ana shu iltimos gaplashmaydi. Kimga ihson qilishlik haqida Rasululloh so'raganlarida, ota-onaga ihson qilgin dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Alloh aytayapti, birinchi ihsonni kimdan boshlasin? Ota-onasidan boshlasin dedilar. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ihsonni birinchi qilishlik o'rinda kim mo'min musulmon banda Allohning roziligini topaman degan bo'lsa, birinchi navbatda ota-onasini ihson bilanmi, so'z bilanmi, chin qalbi bilanmi, ko'ngli ko'taradigan bo'lsa, rozi qiladigan bo'lsa, ota-ona farzandim sendan roziman deyishligi shart emas. Bir nima bilan bo'lsa ham bir amal bilan uni ko'ngli ko'taradigan bo'lsak, qiyomat kunida Alloh bizdan rozi bo'lar ekan. Alloh bizdan rozi bo'lsin degan bo'lsa, o'sha nima qilishimiz kerak? Ota-onamizni ko'ngilni ko'tarib, ularni nima qilishimiz kerak? Rozi qilishimiz kerak. Rivoyat qiladiki, bir Arabiy sahroda yashovchi arab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, "Ya Rasululloh, menga shunday bir hikmatni o'rgatingki, dunyoda ham, oxiratda ham foydasini topadigan bo'lay. Bu dunyoda ham, oxiratda ham bu foydali bir amal bo'lsa, menga shunday bir amal o'rgating" dedilar. Rasululloh nima dedi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ota-onang bormi?" deb so'radilar. U ha deb aytdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ota-onangni ijozat, ularni aytganini qilgin. Eng avval taomni ularga yedir." Bugun biz yerdan chiqishimiz bilan qo'limizdan kelsa yarim kilo halvoni bor. Birinchi borib qo'limizdan keladigan bo'lsa halvoni bir shirinlik bilan ularni yedirgizib, ularni xursand qilaylik. Rasulullohdan so'rayapti, bu dunyoda va oxiratda manfaatli etgan amal o'rgating dedi. Ota-onang hayot bo'lsa, ha, birinchi luqmani ana shunday bir hayot kunida ulardan ota-onaga yedirgan. Alloh subhanahu va taolo har bir luqmasiga sen uchun jannatda bir qasr bunyod qilinadi. Har bir luqma yutilamiz-ku. Har bir luqmamizga jannatdan bir qasr qurishni biz xohlamaymizmi? Xohlaymiz. Shuning uchun ulardan nima qilaylik? Bugun Xudo xohlasa birinchi qiladigan amalimiz ularga shirinlik bilanmi yoki qurmonligimiz bilanmi
bir luqma beradigan bo'lsak, inshaalloh qiyomat kunida har bir luqmasi uchun jannatda bir qasr biz uchun bunyod qilinadi. Rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir majlisda uzun bir hadisni marhamat qilib, so'zlarining oxirida qasam bilan shunday dedilar. Shunday bir yig'inda majlisda o'tirganlarida so'zlarining oxirida qasam bilan vallohi deganlarda qasam bilan shunday dedilar: men xalqqa haqiqiy payg'ambar qilib yuborilgan Xudo haqqi, men xalqqa haqiqiy payg'ambar qilib yuborilganman. Va ma arsalnaka rahmatan lil alamin, bu oyat sizni barcha payg'ambarlar ustida rahmatan lil alamin qilib yuborgan payg'ambar bo'ldi Alloh buyurgan. Xudo haqqi ota onasiga yaxshilik qilib o'zidan rozi etgan odam jannatda men bilan birga bo'ladi. Men bilan jannatda birga bo'ladi. O'zidan rozi etgan odam jannatda men bilan birga bo'ladi. Bu majlisda ishtirok etgan bir odam o'rnida turib, ya Rasululloh, agar yoshligida ota onasi vafot etgan bo'lsalar, qanday qilib ota onasini rozi qiladi deb so'radi yigit. Jamoatdan shunday turdi-tardi, men ota onam yoshligida o'tib ketgan, qanday rozi qilaman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ota onasi uchun sadaqa qilsin yoki biror muhtojni to'ydirsin. Mana bugun ota onam uchun sadaqa qiling. Muhtojni to'ydirsin, Qur'on o'qib savobini bag'ishlasin. O'zingiz o'qisangiz bo'ladi. Mulojatarimiz bilamiz, hammamiz hafsa bilamiz. Farz namozlardan keyin ota onasining mag'firatini so'rab duo qilsin. Allohumma g'firli va li validayya, duo qilib, yo Rabbim mag'firat qilgin, kimni ota onamni va o'zimni o'tganlardan bugina duo qilsin. Alloh taolo duosini mustajob etib mag'firat eshiklarini, gunohlarini bu bandadan gunohlarini o'chirib, agar farzand ota onasi haqida duo qilmasa, u albatta Alloh saqlasin, ota onasi oq demasa ham u farzandga oqish bor ekan. Alloh bundan barchamizni saqlasin. Shuning uchun o'tgan bo'lsa, mana bugun sadaqa joriy qilaylik, yetim ichimlarni nima qilamiz? Boshini silaylik va haqqiga Qur'on tilovatlari bilan ota onamizning ruhini shod qilaylik. Va ota onaga yaxshilik, keyin qarindoshlaringga silay rahim qiling dedilar. Bularga hadisda aytilgan, Allohni rozi qilaman desak, ota onamiz. Keyin qarang, qarindoshlarga silay rahim qiling. Bu qurbonlik qilamiz. Birinchi o'rinda ehsonni kimga qilishimiz kerak? Qarindoshlar. Opamiz, singlimiz, kelinimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaysi bir mo'minni, musulmonni molimga, pulimga, uyimga, ishimga baraka bersin deydigan bo'lsa, shu odam birinchi borib opa-singizni borib holidan ahvol so'rasin. U bilan silay rahmni bog'lasin. Shu odamni Alloh moliga, ishiga, puliga Alloh baraka beradi. Birinchi bo'lib mayli qurbonligi bo'lsa ham shular bilan borib bugun hol ahvol so'raylik. Alloh bizni shu opa-singillarimizni ko'rishligimiz bilan rahmatli bilamoq otam aytar ekanda, o'g'lim, opa-singillarning seni qalishligini qatakdan umid qiladi. Qatak nima u? Bizni sizda ham opa-singillarimiz qalishligimizni qatakdan umid qiladi. Bugun akam keladimi? Bugun ukam keladimi? deb umid qiladi. Shuning uchun qarang, birinchi ota-onaga Alloh Qur'onda buyuradi Baqara surasida. Keyin nima dedi? Opa-singillarga va yetimlarga, miskinlarga va musofirlarga
qilinglar. Har qanday qilgan ihsonlaringizdan Alloh bilib turuvchidir. Va buni sharhida keladi, o'zimizni ahli ayolimizga 3 kundan beri hovlini shiqiraman deb, uyni tozalayman deb chaqirib ketdi. Bugun birinchi bora ularni xursand qilaylik. Ahli ayollarimizni agar xursand qiladigan bo'lsak, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam kimki meni qiyomat kunida shafaatimdan umidvor bo'ladigan bo'lsa, ahli ayoliga nafaqa qilib qo'ysinlar. Nafaqa qilib qo'ying. Kiyganingizni kiydirib qo'ying. Chiroyli kiyim kiyib keldingiz, kiydirib qo'ying. Hayit qarshidan uni xursand qilib qo'ying. Chiroyli so'z bilan uni ko'nglini ko'tarib qo'ying. Lekin bugun ayrim ukalarimiz o'zlari namozxon taqvodor, qiyomat kunida Rasulullohning shafoatidan umidvor, bu yerni osmonni ushlab turishlik uchun bu yer o'zi birinchi ko'l edi. Alloh taolo buni yer shakliga keltirdi. Yerni ushlab turish uchun Alloh taolo qozib qilib tog'larni yaratib qo'ydi va arsh kursini yaratib qo'ydi. Lekin ukalarimiz bilib bilmasdan o'zini ahli ayoliga bir yostiqqa bosh qo'yib turib, ozgina oiladagi muolaja bilan uni nasihat qilib tushuntirib qo'ysa bo'ladigan bir amal, yaxshi amaldan tushuntirib qo'ysa bo'ladi. Birdaniga taloqsan degan so'zlar aytadigan ukalarimiz qanchadan qancha. Ayniqsa shu kecha kunduzda. Alloh arshni yaratdi, yer osmon tog'larni yaratdi, hozir qilib arsh larzaga keladisizlar. Arsh. Hat bugunga bo'lmaganda bu narsani tilimizga olmaylik. Nikoh qilayotgan payt aytilyapti, ukajon, singlim bu narsa og'ziga olinmasin. Va yetimlarning boshini silashlik. Yetimning boshini silaydigan bo'lsak, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Men yetimlikdan katta bo'ldim. Qaysiki ummatim yetimning boshini silaydigan bo'lsa, qiyomat kunida jannatda men bilan qo'shni bo'ladi" deb qo'llarini ishora qildilar. Yetimlar yo'qmi? Yetim bor. Qidirsak bor. Qidirmaymiz. Qiyomat kunida Rasululloh bilan qo'shib turishlikni jannatda xohlamaymizmi? Xohlaymiz. Istagimiz bor, niyatimiz bor, ixlosimiz bor. Endi shuni amal qilaylik. Rasululloh mana hayitda bilasizlar, buni ko'p yetimni haytayotgan paytida yetimni bolalarni yelkasiga talab lo'kkillaganlarni buni rivoyatini aytsak juda ham uzun. Rasululloh yetimni yelkasiga ko'tarsa-yu, biz kim? Bir gunohkor banda. Shuning uchun bugun ulardan nima qilaylik? Inshaalloh ko'ngilni ko'tarib qiyomat kunida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan jannatda qo'shni bo'lishimizni Alloh o'zi nasib etsin. Rivoyat qiladiki, har kim qurbonlik qilishga qodir bo'lsa-yu, mana yuqoridagi hadis, qurbonlik qilishga qodir bo'lsa-yu, qurbonlik qilmasa, vafotidan keyin Alloh saqlasin, majusiylar yoki nasroniylar qatorida bo'ladi dedilar Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Bu juda ham og'ir gap, Alloh saqlasin. Va yana bir rivoyatda kimki qurbonlik qilishga qodir bo'lsa-yu, lekin qurbonlik qilmasa, musulmonlar masjidida o'tirmasa dedilar Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Zubbatul Voizning kitobida. Alloh hammalarimizni qurbonliklarini qabul qilsin. Hazrat Ali roziyallohu anhu shunday marhamat
kimki eshitayozlar, kimki juda ham ulug'lar, kimki qurbonlik qilish uchun bozorga borsa, Alloh taolo har bir qadamiga 10 ta savob ato etadi. Har bir qadamimizga 10 ta savob etadi va 10 ta gunohlarini kechiradi. Qurbonlikni istoda qilayotganda aytayotgan so'zlari tasbih o'rniga qabul qilinadi. Bor baraka bering, hojibon degan paytingizga, yo birodar degan paytingizda tasbih o'rniga o'tadi. Qurbonlik uchun berilgan har bir dirhamga 700 dirham savob beriladi. Har bir dirhamingizga bir dirhamga 700. Hammasiga 700 emas. Turbilan bo'lsangiz, turbilan 700 emas. Har bir dirhamiga 700 ta savob beradi. Qurbonlikning har qatra qonlari unda farishtalar yaratadi. Qurbonlik so'yilganda har bir to'kilgan qondan farishta yaratiladi va ular qiyomatgacha uning istig'forida aytadilar: "Ya Robbim, bu bandani gunohini kechirgin" deb qiyomatgacha aytar ekanlar. Qiyomatgacha Allohlar u qo'ygan qancha qon to'kiladi? Har bir qatra qonidan bitta farishta yaratiladi. Qiyomat kunigacha "Ya Robbim, sen uchun qilgan mana shu qurbonlik qilgan bandani gunohini kechirgin" deb qiyomatgacha Alloh so'ragan. Qurbonlik go'shtlarining har luqmasi uchun Ismoil alayhissalomning farzandidan bir qulni ozod qilgandek savobga ega bo'ladi deb marhamat qildi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hajjoziya kitobida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rivoyat qiladilar: "Guvohlik beraman, har kim qurbonlik qilsa, qurbonligining yerga tomgan birinchi tomchi qoni uchun Alloh subhanahu va taolo uning o'tmishdagi gunohlarini kechiradi Alloh taolo", dedi Zubbatul Voizing kitobida. Qarang, har bir tomchi qon to'kilishligi bilan o'tmishdagi gunohlarimiz kechiriladi. Davud alayhissalom shunday so'ragan ekan: "Ilohim, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlari qilgan qurbonlik uchun nima ato etasan?" Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatlarini qurbonlik uchun nima ato etasan dedilar. Kim? Davud alayhissalom. Alloh taolo xitob qilib: "Ya Davud, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlaridan qurbonlik qilganlarga qurbonligining barabar qurbonligining bandadagi har bir shu badanidagi shu qurbonligining har bir badanidagi tukiga 10 ta savob ato qilib, 10 ta gunohlarini kechiraman. Har bir tukiga 10 ta savob berib, 10 ta gunohni kechiraman." Azizlar, bitta qo'chqonimizda qancha tuki bor? Sanab etolmaymiz. Lekin Alloh bilguvchi. Alloh bilguvchi. Alloh bilib turibdi. Bizni har bir tukiga 10 tadan savob berib, 10 tadan gunohimiz kechiriladigan bo'lsa, inshaalloh o'zi qiyomat kunida Allohdan so'raymizki, begunoh holatda borishimizni so'raymiz. Lekin mana shu bugun kechadan beri akalarimiz, mahalla raislarimiz telefon qilib ayting, qoraka odamlar qo'yni so'yadi, lekin terisini, kalla qo'shasini ariqqa og'izadi. U nima bo'ladi? O'zi qurbonlikni qildi, bir vojib amalni qildi. Lekin mu'minlarga azob beryapti va ariqlarimizdan har xil badbo'y hidlar kelib qolyapti. Uylarimizni oldidan badbo'y hidlar kelib qolyapti.
Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem odamlar azor chekadigan narsadan farishtalar azor chekadi. Bizni uyimizga farishta tushishini xohlaymizmi? Hovlimizga, mahallamizga, ko'chamizga farishta tushishini xohlaymizmi? Nima uchun endi bir tukuga 10 ta savob, 10 ta gunohimizni Alloh kechirsa-yu, uni kalabachasini olib borib, tildisini olib ariqqa tashlasak, uni savob kamayib qolmaydimi? Kalabacha halol-ku. Ichak qorini halol-ku. To'g'ri, qo'chqor biladiganimiz uni makruh narsalari bor. Qassob biladi, mana buni yemang, buni kuchingizga bering deydi. Lekin ayrim ukalarimiz bu shifo bilan tekshiradi. Yo'q, buni yemang. U makruh. Makruh bilan tahrimi makruh. Uni kuchga bering. Endi ertaga biz qurbonligimizni minib sirotdan o'tadigan paytimizda uni sirot ko'piriga o'tasigan paytimizda Alloh saqlasin bir ichki a'zolardan birontasi ishlamay qolsa, tushib ketsak nima bo'ladi? Alloh saqlasin. Bu kalabasha halol. Uni savobi qurbonligini savobini kamaytirmaydi. Hozirda yeydi. Hamma hozir bilovni oyoqlarini o'tirib chapadi, tirishib ichadi. Kalabasha yeb, biling o'rnida yana o'rnida. Bu ishni lahim nimada? Jannatdagi darajasi yuksaklashsa har bir tuki barobarida jannatda bir qasr bino qilingan va hurlardan nasib etadi. Sizga inshaalloh hur nasib qilinadi. Jannatda hurlardan nasib qilamiz-ku. Sizni bizni inshaalloh qilgan amalimiz, taqvomizga yarasha hurlarda Alloh nasib qiladi. Ya Davud. Ya Davud, bu qurbonlik albatta qiyomat kuni qurbonlik qilgan bandalarga, Muhammadning ummatlariga markab bo'ladi dedi, inshaalloh markab bo'lsin. Ahmad ibn Ishoq roziyallohu anhu aytadiki, qarang, Ahmad ibn Ishoq o'zi aytgan ekan, kambag'al va juda ham faqir akam bor edi. Kambag'alligiga qaramay, har yili qurbon hayiti kunlari harakat qilib, bir qo'yni qurbonlikka so'yardi. Qarang, harakat qilganda, ya Rabbim, men kambag'al bo'lsam ham qurbonlik qilsam, Alloh taolo molimga, pulimga baraka beradi inshaalloh. Qilayin deb, lekin o'zi kambag'al. Bugun egisi bo'lsa, ertaga egisi yo'q. Bugun kesakda kelmaydi. Akam bor deb o'zi aytyapti. Ahmad ibn Ishoq roziyallohu anhu. Tahorat. Va shu akam vafot etgandan keyin kechasi 2 rakat namoz o'qib, Alloh taboraka taolodan akamning tushini ko'rishni, hol ahvolini bilishni iltijo qildi Allohdan. Istixora qilganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushini ko'rishni ukalarimiz, akalarimiz kechasi nafil namoz o'qib, istixora namozi so'raydi-ku. Ayrim ukalarimizni buyuramiz, falon shaharda so'chib qo'yadi, shunga to'g'ri keladi deyiladi. 2 rakat istixora namozi o'qib, Alloh o'zi to'g'rilab qo'yadi. Bu odam ham Ahmad ibn Ishoq roziyallohu anhu ham ana shu akalarini hayotlik paytida o'zi kambag'al bo'lsa ham qiyomatda endi nima amal berdi ekan bunga deb Allohdan so'rab istixora namozi o'qidi. Uni tushimda ko'rdim. Bir yaxshi ot ustida ekan. Bir ot ustida ketyapti. Tushida. Ey aka, Alloh taolo senga nima ato etdi? deb so'radi. Sen kambag'al eding o'zi, lekin qurbonlik qilar eding. Nima ato etdi deb so'radim. Alloh meni mag'firat etdi dedi. Alloh meni gunohimni kechirdi. Akajon deb. Qaysi sabab bilan deb so'radim. Bir kuni bir kambag'al keksa ayolga Xudo yo'liga bir dirham xayr qilganligim mag'firat etishligimga sabab bo'ldi. O'zi kambag'al, o'zi yemasang hijrat deydi-ku. Allohga o'rin to'ldirib qo'yadi. Biz kamayib ketdikmiz, Alloh kamaytirmas.
bo'lsa ham biladigan bo'lsak, Alloh o'ldiradi. O'zim kambag'al bo'lsam ham bir kambag'al miskina ayolga nima qildim? Xudo yo'lida bir dirham xayr qilganligim meni bu dunyoda mag'firat etishligimga sabab bo'ldi deb javob berdi. Bu otni qayerdan olding deb so'radim. Dunyoda qilgan qurbonligim bu yerda mening ilovimga aylandi deb javob berdi. Dunyoda qilgan qurbonligim oxiratda meni jannatda bo'layotgan ilovimga aylandi deb javob berdi. Qayerga ketyapsan deb so'radim. U jannatga dedi-yu, o'zini g'oyib qildi, turib ketdi deb Ahmad ibn Ishoq roziyallohu anhu marhamat qildi. İnşallah Allah bizi sizni hammamizni qiyomat kunida mana shu bir dirham miqdoricha ham bugun inson qiladigan bo'lsak, bilib bilmasa qilgan gunohlarimizga kafforat bo'ladi. Qilgan qurbonligimiz qiyomat kunida inshaalloh bizga bir ot ilova bo'ladi. Alloh shuni nasib qilsin. Sunaniya kitobidan dalil bilan keltirmasak, ayollarni qayerdan oldi deb bilashdan mumkin. Shunlarning bilan keltirsak inshaalloh. Rivoyatlardagi ba'zi mu'minlar qurbonni qilsalar-da, Alloh subhanahu va taolo ularning solih amallaridan tuya ilova qiladi va ular shu tuyani minib sirat ko'prigidan o'tadilar. Alloh hammamizni tuyalar bilan minishimizni nasib qilsin. Sunaniya kitobidan Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytadilar: qiyomat sodir bo'lgan vaqtda mu'minlar o'z qabrlaridan turadilar. Yo Rabbi, qabristonga borganda maytadasdan borib, tuproq olib, yo Rabbi, tuproqdan chiqdi, tuproqqa yaratding, tuproqqa qaytarding, qiyomat kunida bu tuproqdan yana chiqib guvoh beramiz deyapti. Bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat kuni sodir bo'lgan vaqtda mu'minlar o'z qabridan chiqadi, tiriladi. Alloh taolo ey farishtalar deyapti. Alloh farishtalarga, ey farishtalar, mening bandalarimni mashqargohga, ya'ni savol-javobga, mahqargohga piyoda olib borasizmi? deb farishtalar so'rayapti. Ular dunyoda biror joyga bormoqchi bo'lsa, piyoda borishmas dedi. Biror joyga borsa, piyoda borishasizlar. Tug'ilmasdan ilgari ularga ota sulbi, keyin onalarining qorni homilada ko'tarildi. Markab bo'lardi. Tug'ilganlaridan keyin ona bag'rida 2 yil ko'krak va emishdan to'xtaganlarida otalarining yelkasida yurishardi. Yo'lamizni farzandimizni yelkamizga ko'taramiz-ku. Ayollar Rasululloh Rasululloh sunnati biladi bu. Suyishlikdan Rasululloh yetimdan shu hayotda suygan-ku. Rasululloh ham Alloh aytayapti, ular maqbarada otalarini ayol chiqarib otalari yelkalariga ko'tarib yurardi. Ulg'ayganda tuyalar, hachirlar unadilar. Agar dengizlarda safar qilsalar, qayiqlarda va kemalarda suzadilar. Vafot etganlaridan keyin mu'min birodarlarning yelkasiga ularga ulovlik vazifasini ado etadilar. Tobutda yelkamizga ko'taramiz o'tgan. Endi tirilib qabrdan chiqayotgan kuni, qiyomat kuni mahshargohga kelayotgan paytida, hayotlik paytida o'z qo'llari bilan so'ygan qurbonliklarini minib kelishini sendan so'rayman deb Alloh farishtalarga buyurgan. Biz Allohning huzuriga borayotgan paytimizda inshaalloh mahshargohga o'zimizni degan qurbonligimiz bilan borganmiz, piyoda bo'lganmiz. Alloh shu hammamizga o'zi nasib aylasin. Azizlar, mana vaqtimiz ham qoldi.
quyoshga chiqqandan keyin o'qiymiz. Inshaalloh Alloh javob bersin. Shu qurbonlikda Allohdan tartiblarini aytib o'taman. İnşallah eshittirimizda qurbonlikning eng afzali uni o'z qo'li bilan so'yishdir. Namoz o'qib bo'lganingizdan keyin afzali o'z qo'lingiz bilan so'yishingiz. Agar o'zi so'yishni bilmasa, boshqa odamga buyurishi mumkin. Lekin so'yish vaqtida hozir bo'lishi mustahabdir. Qurbonlik qilayotgan odamning o'zi qurbonligini oldiga turishlik mustahab amallardan bittasi bo'ladi. Iloji bo'lsa, o'g'il nevaralaringizda shu ishlab turadigan qurbonlikni o'zingiz savobi juda ham ko'p bo'ladi. Qurbonlikning yuzini qibla tomoniga burib, albatta men yuzimni osmonlar yerni yaratgan zotga to'g'ri yo'lga moyil bo'lgan holda yuzlandim va men mushriklardan emasman deb qurbonligimizni so'yayotgan paytida yuzini qiblaga qaratamiz. O'zimiz ham qiblaga qaratamiz. Va Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, Allohu akbar, va lillahil hamd, bismillah, Allohu akbar deb so'ysin. So'yayotgan paytda quchog'i o'tkir bo'lsin. 2 minut, hozir 2 minut. Yerda 2 marta bayramlaymiz. Bismillah, Allohu akbar deb qurbonlikni so'ysin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qurbonlikni so'ygandan keyin pichog'ini yerga qo'yib, qassob kirib 2 rakat namoz o'qib, Allohdan qurbonligini qabul qilganligini Allohdan duo so'rasanlar. Qassob so'ysam shunday qilsin. Ya Rabbim, so'ydimi? Pichog'ini shu yerga qo'yadi, olib qo'yadi. Meni qurbonligimni qabul qiling. Qurbonlik va qo'da aytdim. Inshaalloh ko'p kishilar qurbonliklari bor. Vojib bo'lganlardan Alloh sog' qilsin. Inshaalloh qurbonlikka shu zakatga vojib bo'ladi degan insonlar qurbonlik qilgan Alloh ularni zakatga yetkazsin kelasizda. Endi qo'y so'yadigan bo'lsangiz, qo'y bitta odamga bitta qo'y. Oila boshiga bitta qo'y qo'yiladi. Juda savol chiqdi, o'tgan odamga so'ysa bo'ladimi? So'ysangiz bo'ladi, o'tgan odamga ham. Aytdik, falonchi otamga, falonchi onamga nomidan qurbonlik deb so'ysangiz ham bo'ladi. Qo'yni bilasiz, nuqsoni qilmasa, inshaalloh qiyomat kunida sizga baraka bo'ladi. Endi nuqson deganda shu ko'zi ko'rmaydigan qo'yadigan bo'lsa, ayoli singan qo'y bo'lsa, juda ag'ir qo'yadigan bo'lsa, bo'lmaydi. Allohga bizda qilingan qurbonligimizni go'sht ham, et ham, juma ham kelsa kerak emas. Bizda faqatgina ixlosimiz kerak, Allohga muhabbatimiz. Mol bir kishidan 7 kishigacha, tuya ham xuddi shunday. Yana qaytarib aytaman. Bir kishidan 7 kishigacha. Sharti balogatga yetgan bo'lishi kerak, musulmon bo'lishi kerak. Sharti shu. Hammasining niyati qurbonlik bo'lishi kerak. So'ygandan keyin go'shtni teng hammasiga tarozi bilan bir xil qilib qo'yish kerak. Kalaposhasi kirishsin. Ikkita ayol o'rtasiga, kallasi o'rtasiga kirishsin. Mana shunday inshaalloh qurbonlikni so'ygan odamga pulini bering, bir xillar go'sht beradi. Shu go'sht bersam xo'p deydi, lekin pul bersangiz afzal, pul berish kerak. Mana shu amallarni inshaalloh bajaramiz. Vaqtimiz bo'ldi azizlar. Alloh taolo hammamizni ikki dunyo saodatligimizga erishtirsin. Xo'p, azizlar, kelgan holda ichkariga o'qiyman. Ichkariga kirasizlar. Ichkariga joy bor ekan. Ichkariga o'qiymiz.
duo so'ragan birodarlarimiz bor ekan. Masjidimizga xizmat qilgan